Zarba yo'llanadi va darvozabon qaytara olmaydi. Kylian Mbappe topdi. Qaytyapti Fransiya. Makron o'rnidan turdi. Koman. Kumanga o'xshab. Ha, nomlar hech qisi yo'q. Yana bitta hujum. Mbappe zarba. Gol! Kylian Mbappe! Dahshat! 7-chi gol. Uzrlar boyagi gaplar uchun a. Messidan o'tib ketyapti. Bitta penalti. Super pavarot. Mozart konserti qoldiriladimi deyman. Bunaqa ssenariyni bilmadim. James Cameron ham o'ylab topa olmasdi. Ha, chunki cho'kib ketganda Titanik, cho'kib ketgandan keyin chiqmagan. Hozir chiqdi bu Titanik qayta. Zarba! Gol! Uchuch! Odammassan Kylian! Odam emas bu Fransiya!